Hammaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Bugungi videomizda biz DLC 2026 bo'ladi. Va men bu videoda bitta match o'tkazaman va shu borada komandamni ham ko'rsatib o'taman. Mana mening komandam. Bitta darvozabonim qora, qolgan hammasi sariq do'stlar. Qani o'yinga ketdik. Bitta gapni eslatib o'taman do'stlar. Ekran zapis bo'layotgan paytda telefonim biroz qotadi va keyin o'z joylashib ketadi. Hali bo'lmasa o'yinga ketdik. E'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Bu bizga katta podishka bo'lgan bo'ladi. Bizning raqibimiz Rayo Vallecano do'stlar. Ispaniya klubi. Do'stlar, bu mening DLC birinchi videom bo'lgani uchun sal hayajon bo'lyapti. E'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Anam bizni o'yinchilarimiz ham kirib keldi. Va o'yin boshlandi do'stlar. Do'stlar, aytib o'tganimdek, ekran zapis bo'lgan telefonim biroz qotadi va keyin o'zi kirishib ketadi o'yinga. Va hozir o'sha narsa bo'lyapti. Va biz hujumga o'tyapmiz. Usmon. Voy, nima qildi bu? Xato pas va Vallecano hujumga o'tish imkoniyati bor edi, lekin Van Dijk bunga yo'l qo'ymadi. Xo'sh, bizlardan hujum. Vini pas o'tmadi. Valverde'dan zarba va voy dod! Ajoyib gol do'stlar. Super gol Valverde'dan. Valverde o'z ishini bajarmoqda. Baribir kuchli o'yinchilar bu udar bo'yicha. Qani bitta golni ko'raylik. Juda ajoyib gol. 33 metrdan do'stlar. 75 tezlikda uchdan to'p. Deyapti uni ustiga. Juda ajoyib gol do'stlar. Zarba va darvozadan o'zgardi. Va qo'shib bo'lmadi. Will we see a goal? To'pni ushlab oldi. Hato o'zimda aldammoqchi. Offside bor edi, ustalik offside edi. Mana bu yerda offside bo'lgan. Ana bu yerda. Hujum qildi va himoyachilarim qaytardi. Yaxshi, Usmon Dembele qochib keta oladimi? Yo'q. Do'stlar, xato ish qildim. Offside bor edi menimcha. Ha, albatta offside bor edi. Do'stlar, shuncha mehnatimizga yarasha obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib. Bu mening YouTube'ga DLC haqida birinchi videom. Xo'sh. Ana 2-0 do'stlar. Ikkinchisi ham oxirida Usmon Dembele gol urmoqda. Va o'yin tugadi. Birinchi taym. Biz taqdirga o'zgartirishlar kiritamiz. Xo'sh, Ronaldo tushadi. Mbappe o'rniga.
Osh Yamal, Dembele'nin o'rniga Rodrigo. Hujum uchligini almashtirdik. Bo'ldi yetadi shu bizga do'stlar. Qani o'yinga ketdik bo'lsa. New players on the pitch. Can they make an impact though in this second half? Really good possession. Ronaldo tackle. qanday yo'l oladimi? Voy do'stlar, bu straf ekan, penalti emas. That is a Hozir Ronaldo tepsin. manager wants someone else to Ronaldo take this free strafni kick. olmadi. Ajal bo'ladi. The defender Voy. retains possession. Tep. And now they're Voy gonna try do'stlar, and juda oh, so close there. zo'r imkoniyatni qo'ldan Let's chiqardinglar. look at this attempt again. No wonder the players thought it was going in. Ha mayli. Keyingi hujumga o'tamiz. It's it on. That's offside by the Swinnerton margins. Bugungi o'yinda ko'p ofsaydga tushyapman do'stlar. Offside. Careless pass there. Rodrigo zarba va Good goalkeeping. va He needed to be darvozabon qaytaryapti do'stlar. Zarbani looking tight, so changes are being made. pas beramiz. Whipped into the box. O qaytardi. Ko'tarib beramiz. Alexander Arnold. And he shoots. Arnold, voy, qanday zarba edi bu. It's going to be a double substitution Yaxshi today. zarba bergandi. They keep Darvoza hammering the ustiga opposition in qo'yilmoqda. search of more goals. Headed upfield. Yamal looks Yo, comfortable on the xato. ball. Judayam xato Yamal o'tib Well, the keta players are olmadi. warming up on the touchline. Is it time for a change? Wins the ball. He steps up to steal the ball. Yo'q. Valverde with the ball. Kim men bilan do'stlar birga bo'lmoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men o'zim tanlab Manager's bringing him off. What a game he's aloqaga had chiqaman today. do'stlar. Faqat obuna bo'lish esdan chiqmasin, shart shu do'stlar. This player's taking charge and moving down the flanks. Voy, o'xshamadi. Seems the manager made the right call Kimde with his tactics. His olmadi. team are looking good today. Hujumga Taking the o'tamiz. ball out wide. And this really takes the pressure off the defence. Garcia. Osh. Xato pas berdi raqib This jamoa. really takes the pressure off the defence. Oh, they're in cruise control Lamin now. ketdi, Lamin yetib ketdi. Xo'sh, Allan chiqargan. What an Yaxshi. opportunity! Yamal voy. Saved it. Finishing o'xshamadida. Do'stlar, juda ajoyib fint bilan o'tib ketgan himoyachidan. Oh, that's well played. Cristiano Ronaldo. Ronaldo oxirgi daqiqada. He's shaping to shoot. Voy, nima uchun do'stlar? Ay, o'zimda bu videoda ko'p xato qilyapman do'stlar. Mayli, keyin hujum ulguramizmi? Albatta. Closing in on goal. But can he Va nihoyat do'stlar, Ronaldo gol urdi. difference the 90-daqiqada. Menimcha time tugadi. Albatta, time tugadi. Ikkinchi time o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. All for today. Va videomiz ham shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. No one's surprised. Like va obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozsin, men o'zim aloqaga chiqaman. Hammaga xayr do'stlar.